Bu degani uy quradigan ustalar bor ichimizda. Qarang, qana zo'r ish qilyapsiz. Chunki agar niyatingiz yaxshi bo'lsa, sizni bino quruvchilarda faqat insonlarning qalbiga xursandchilik olib keladi. Nimaga? Shaharda, qishloqda yurtni go'zal qiladi nima? Bino. Bizni sovuqdan, issiqdan saqlaydi, vahshiy narsalardan, yomonlardan, uyatdan saqlaydi nima? Bino. Uyim bitdi deb xursand bo'ladi. Faqat nima qilish kerak? O'sha ustalar aldamaslik kerak. Ustalardan ham shikoyat ko'paygan. Nima qiladi? Bitta cho'pqat deydi bizda, taxtadan alohida, temirdan alohida, mixdan alohida, hammasidan bitta odamni boylab olgan. Iminni o'shandan oling deydi. Olgandan keyin bunga pul ajratar ekan o'sha odamlar ham. Bu bo'lmaydi bu. Bu bo'lmaydi. Keyin uyda egasi yo'qligida boshqacha ish qiladi, uyda egasi borligida boshqacha ish qiladi. Bu ham unda pulingiz halol bo'lmay qoladi shuna ustalar. Ustasi